Salom bolalar. Endi Ibrohim va men sizlarga dono bolalarning oyga sayohati haqida hikoya aytib beramiz. Saidaxon opa bilan birgalikda ularning oydagi sarguzashtlarini aytib beramiz. Aziz bolajonlar, qizil kepkali va ko'k qalpoqlik bolalar do'st edilar. Ular ko'p g'aroyib narsalar haqida xayol surishar edi. Ular bir kuni oyga qarab, unga uchmoqchi bo'lishdi. Tomdan oyga uchish uchun raketa yasashga kelishib olishdi. Ertasiga ular chiroyli raketa yasashdi. Bolalar raketasini chiroyli qilib bo'yashdi va jihozlashdi. Ular kosmik raketaga o'tirishib, oy tomon parvoz qilishdi. Ular koinotda oyga tomon ancha uchishdi va oyga qo'nishdi. Ular oyda oy malikasini uchratib qoldi. Go'zal oy malikasi do'stlari yo'qligini aytib, ularga o'kindi. Go'zal oy malikasi bolalarni oyning shirin kulchalari bilan mehmon qildi. Bolalar mazza qilishib, oy malikasi bilan do'st bo'lib qolishdi. Bolalar go'zal malika bilan yerga qaytish uchun hozirlanishdi. Kosmik kemasini shay holatga keltirishdi. Nihoyat bolalar oy malikasini olib yerga qarab uchishdi. Ona yerga eson-omon yetib kelishdi. Bolalar oy malikasini yer shirinliklari bilan mehmon qilishdi. Ular bir umrga do'st bo'lib qolishdi. Xayr bolajon do'stlar. Yana uchrashguncha omon bo'ling.